Hoji onam, hoji dodam yaxshi niyat qilib haj va umra safarlariga borishni niyat qilib turibsiz. Amallaringizni chiroyli, ozoda, pokiza ado etishingiz uchun sizga 100 qo'l sochuvlari kerak bo'ladi. Samolyotga bitta odam uchun 20 kilodan oshiq yuk olish mumkin emas. U sochuvlaringiz chamadoningizda normalniy joy egallab qo'yadi. Shuning uchun ham chamadoningizda katta joy egallamaydigan, kompaktni, universalni sizbob zo'r tovar olib kelib qo'ydim. Bu mahsulotimizning ichida naqd 23 ta sochuv bor desam ishonasizmi? Undan tashqari badanni poklash uchun, cho'milish uchun banning sochuvlarni ham olib kelib qo'ydim. Buni qanaqa qilib banning sochuv qilib ishlataman deysizmi? Hozir tushuntirib beraman. Undan tashqari safarlaringizda kerak bo'ladigan toza bambukdan qilingan lechebniy, ya'ni davolovchi salfetkalarni olib kelib qo'ydim. Ichida 141 dona bo'ladi. Bu nimaga ishlatiladi? O'zingiz bilasiz, safarda har xil holat bo'lishi mumkin. Bir xillarni boshi og'rib qoladi, isitma chiqishi, shamollashishi, shunaqa holat kuzatilganda bir dona ushtukni olib, og'riyotgan joyingizga, misol uchun boshingiz og'riyapti, qo'lingiz og'riyapti, og'rigan joyga, isitma chiqqan joyga buni namlab turib yopishtirib qo'yasiz. Bu davolaydi. Bu salfetkamizning yana bitta plus tarafi bor. Suvga solib 5 daqiqa kutib, suvni ichsangiz ham bo'ladi. U shamollashlaringizga, tomoq og'riqlariga juda ham zo'r. Zamzam suviga solib ichsangiz, natijasi 10 barobar kuchli bo'ladi. Pochkada 23 ta chiqadigan sochig'imizning razmerini ko'rsataman. Suvga solamiz. Endi buni zamzam suviga solasiz, natijasi juda ham zo'r bo'ladi. Mana 3 sekund kutib 25 santimetrga 45 santimetrli sochuvga aylandi. Bu juda ham qattiq, prochniy bo'ladi. Ko'rinishidan yupqaga o'xshashi mumkin, lekin mana qattimgina sochuv 100% paxtadan tayyorlangan. Qo'llaringizni, yuzlaringizni artib poklanishingiz mumkin. Buni hammasini o'zim ishlatmayman deyapsiz-ku. Hoj birodarlaringizga hadiyaga, sovg'aga bering, siz ham biz ham savobda qolamiz. Endi sizga banning sochig'imizning razmerini ko'rsataman. Ko'rinishini qarang, dumaloq bo'ladi. Buni qo'yib, ustiga ozgina suv solamiz. Bo'l, shu suvni o'zi yetadi. Mana ko'ryapsizmi? Mana kattagina sochuvga aylanadi. Razmeri 140 ga 70 cm. Hisoblashingiz uchun aytaman, mana bo'yim 188. Shuncha gapdan keyin bu mahsulotlarimizning bittasini ishlatib ko'rmasangiz uyat bo'ladi endi hoji onam. Bu videoni haj va umra safarlariga borishni niyat qilib turgan yaqin birodarlaringizga jo'natib qo'ying. Ilohim sizga ham, bizga ham nasib qilsin.